Mana bu nima Ulug'bek aka? Bundoq dumaloq qilib chiqarib qo'ygan. Bu bizda oynani arkasini yasash uchun shunaqa qilingan. Ha, временный. Ha, Kesib tashladim. Bu olib tashaladi. Arkasini yasash uchun xuddi shunaqa obrazец qilganmiz. Ha, Chunki hamma oyna arkalari bir xil bo'lgani uchun bitta yasab olingan. Shu bo'yicha ketilgan hammasi. bo'ldi. Oynalarni qo'ymabdi bu yoqqa hali. Hop. Bitta oynalarni qo'ysa, eshik qo'ysa bo'ldi. Kvartiraning ichi tayyor ekanda. Xudo xolisa tayyor bo'ladi. Mana bularni ham yaxshi qilibdi. Oldingi obyektda qilinmagan edi bunaqa narsa. Inchinorda qilinmagan edi bunaqa narsa. Yaxshi qilibdi. Zo'r narsa ekan. Remont qotganda qulaydi. Ha, elektrika. Tamizga. Ha? Shitlarimiz ham qo'yilgan. Tayyor. Tugadi ish polni. Ha, buni shitlarimiz ish tugadi. Mana bu yerda apishga qolsa, Bu bizda har bitta kvartiraga kirgan kabellarimiz. ha. Pitaniya, internetniki bor. Har bittasiga yerdan kirgan. Santexnikachi. Santexnikani ham Santexnika ham xudo xolisa tugadi-yu isha. turbalar montaj bo'lgan. Qani? Sanuzelda. Televoy sanuzel qildi. Ha. Sanuzelda turbalarimiz montaj bo'lgan, kanalizatsiyaniki bilan suvniki. Betgacha Xudo chiqmagan. xolisa u yog'iga ham Ha, chiqadi. bu oxirgi etaj, ha? Xomutlarni qotirib qo'yishgan. Oxirgi etaj bo'lgani uchun buni alohida turba Tepaga qilib. chiqarmagan. Ha, tepaga chiqarmagan.